Men 5 yilgacha kelinga qattiq tegishga qarshiman. Misol uchun, voqli tura olmaslik biz uchun qaltirashga olib keladi. Mana men uxlab qolsam qo'rquv, hozir chiqsam, voy uxlab qolibman degan qo'rquv. Men kelinimdan shu narsani xohlaymanki, qo'rqmasin. 11 gacha uxlab qolsa ham bu odam, tем более yangi kelin bir-birini sevadi ular. Tabiiyki bir-ikki qilib uxlashmaydi, kino ko'rishadi, suhbatlashadi, bir-biriga to'ymayotgan payti ertalab qanaqa qilib 5 ta turadi, kechasi 2 da uxlagan odam. Qatsa biza hozir voqli tura olamiz. Uyquga o'sha yoshimiz katta-da, borgan sari yoshingiz katta bo'lgandan keyin maza uyquni ham topa olmaysiz. Men hozir yostiqqa bosh qo'ysam uxlab qola olmayman. 200 marta bu yoqqa yumalashim kerak-da. Biz yostiqqa bosh qo'yib maza uxlab qoladigan, uyg'ona olmay uxlab qoladigan ham bu odamga o'zi aslida qanaqadir Alloh tomonidan berilgan ne'mat period bu o'sha narsada. Qandoq qilib biz 5 ta turmagan kelinimizdan nimadir kutishimiz kerak.